Dal boshamo bilan bishni yo'gab oksigenni uzul-kizil ayiritish uchun yana alaydan 2 qitim o'rab qo'ydi. Andin alqini bilan boshamoni kuchab bisib ximo ching chapdi. 3 minutdan keyin ayol demi siqilib nafas ololmay og'zini ichib nafas olgan bo'lsa-mu, lekin kuchli buruqtirmoq tuyg'usi yana uni cheksiz azobladi. Shuning bilan u boshamoni jon tikib yerda tashlashga boshladi. Qizchaning bunday qilishdagi sabab o'zi yashayotgan dunyoni haqiqiy emasdek his qiladi. Tunugun u uyga elib kelgan 2 kichik tuxumning birini ichib qarasa, tuxumning ichi kavak edi. Qizcha ishonmay yana birini ichdi. Natijada bumi quruq bo'lib chiqdi. Ertasi u tuxum sotadigan kazzobni izlab birib surishtirmoqchi bo'ldi. Lekin o'ylamgan yerdan yarim yo'lda qizcha tuyuqsiz bir kichik aeroplanning tushib ketganligini bayqadi. U chopirga har qancha nasihat qilsa-mu, chopir davomli oldiga qarab mangishni xohlamadi. Amalsiz qizcha piyoda tog' davolarni ishib, aeroplan voqeaga uchragan joyga birib tegi taxtini surishtirib bakmoqchi bo'ldi. 56 soat yo'lmayib, oxiri bir egiz tog'ning cho'qqisiga chiqdi. G'alit yeri shuki, qizcha tushib ketgan yerga tik uchar aeroplanni topolmadi. Ko'zga chiliqdigini faqat kigiz uyda gumloq imorat bo'ldi. Bu yer dal kanatdagi barliq arlar ishlaydigan joy bo'lib, u yurakli holda oldiga mangib qarvidi. Ishdagi bir ko'rinish uning bosh terisini uyutgandek his qildi. Natijada ixtiyorsiz holda alqini tomga qo'ydi. Shuning bilan ko'z oldi qorong'ulashib o'shdan ketdi. U uyg'onganda o'zining uyidagi karvatda paydo bo'lib qolganligini bayqadi. Qizchaq bularning qanday ish ekanligini eslab tushunmadi. Shuning bilan u oshxonaga kirib yerdan so'rdi. Eri uningga siz cho'qim yomon tush ko'rib qolibsiz. Chunki men uyga qaytibla sizning izchil karvat yotganligingizni bayqadim dedi. Karvatda uyg'ongan qizchaq anglab ko'p o'ylamadi. Lekin ikkinchi kuni texmo g'alit bir ish yuz berdi. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz ekranda ko'ringan Posko saloni qo'shilib 153 raqamni yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz bosh betdagi birinchi zopinga qarang.